Hurmatli kuzatuvchilar, mana shu uyda parvoyini boshladik. Oldin ham parvoy bo'lgan ekan, bu uy yaxshi isimagan. Shularni hammasini buzib tashlab boshqatdan qilyapmiz. Hozir ichkari xonalarni ko'rsataman. Bu koridor, kiraverish. 4 talik batareyka yasalgan, mana chiroyli qilib. Bu xonaga o'tsak, zal. Koridorga, padacha obratga tuba kelgan. Yerga ham 4 talik registr yasalgan. Bu padacha obratga narigi xonalarga ketadigan, borib qaytishi. Hozir u xonalarni ham ko'rsataman. Mana bu keyingi xonamiz. Bu yerga ham 4 talik registr yasalgan. Bundan keyingi xona bu hammom. Bunga ham 4 talik registr yasalgan. Bu padacha obratga borib kelishi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar.